O'zi qiz bolaga yuristlik kasbi qanchalik nima deysiz? To'g'ri qaror qabul qilibsizmi? Endi bu narsalarni ayta olmayman. Ismingiz va nima ish bilan shug'ullanasiz? Xo'p, meni ismim Mirzayeva Muhayyo, yuristman. Hozirda magistraturada Londonda o'qiyman. Kanikulga O'zbekistonga keldim. Bakalavr diplomatiya universitetida o'qiganman. El yurt umidi stipendiantiman. Davlat grantiga sazovor bo'lganman. Hamma xarajatlarim davlat tomonidan qoplab beriladi. Men u yerda tahsil olyapman hozir. Qiz bolaga nisbatan baribir chet elda o'qish desa bilasiz, odamlar, ota-onalar uncha yoqtirishmaydi. Siz qanaqa ko'ndirgansiz? Meni uydagilarim ta'lim olishimga hech qachon qarshilik qilishmagan. Nabarot, ular meni podдержка qilib, o'qigan qizim yaxshi natijalarga erishasan deb meni har doim qo'llab-quvvatlashgan. Men o'ylaymanki, qiz bola nabarot o'qib, ta'lim olsa, yaxshi natijalarga erishadi. Chet elda o'qib dunyoqarashingiz o'zgarib ketmadimi? Dunyoqarashim kengaydi. Masalan, men o'tdan ko'proq O'zbekistonga yaxshi narsalarni olib kelishga intildim, chunki u yerda O'zbekistonni rivojiga qo'shadigan yaxshi narsalar bor. Bundan keyin kelib O'zbekistonga yoki qolib ketasizmi chet elga? Yo'q, bizda aniq majburiyat bor, O'zbekistonga kelib ishlashimiz kerak. Patriotsizmi? Patriotman, o'zimni vatanimni sevaman. Patriotligingizni isbotlang. Men juda ham ko'p osh yeyman. Oshsiz hech qanaqasi o'zimni tasavvur qila olmayman. O'tda faqat osh qidirib yuraman. Nechta til bilasiz? Men 4 ta til bilaman. Ingliz tili. Okey. Je parle de français. Ingliz tili, fransuz tili, kars tili bilaman, lekin fransuz bilan kars tili bu og'zaki faqat. Ingliz tili mukammal darajada, rus tilini bilaman. IELTS'im 7. 7 zo'r. Hali ham bilasizmi ingliz tilini? Hali ham bilaman ingliz tilini. Izdan chiqmadimi? Yo'q. Hamma IELTS olganlar izdan chiqib ketadi. Shunaqa lekin. Mana obuna bo'lishni unutmanglar.